Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli obunachilar, hurmatli muxlislar. Uzoq vaqtdan beri ko'risholmay yurganimiz uchun, uzoq vaqtdan beri yozuv chiqish qila olmaganim uchun sizlardan uzr so'rayman. Mana nasib qildi yana eski mavzumizda, temamizda davom etishlikka imkon paydo bo'ldi. Shuning uchun hammalaringizni yana bir ushbu navbatdagi uchrashuvimiz bilan tabriklayman va kirish qismini juda ham unchalik ko'p qilmasdan, uzatmasdan maqsadga o'tib qo'ya qolaman. Azizlar, inson fitrati haqidagi yo'nalishlarimizda eng diqqatga sazovor, esdan chiqmaydigan shunday bir joylar borki, bu insonning fitratiga taalluqli bo'lgan, har bitta insonda individual, boshqalarga o'xshamaydigan bo'lgan uning ruhiyati, ya'ni tibbiyot tilida aytganda psixikasi. Menku o'zi aslida ruhiyat bilan psixikani bir-biriga ikkovini tarjimasini qilib olmayman, ya'ni to'g'ri deb hisoblamayman-da, lekin shunday deb qabul qilingan. Inson ruhiyati, inson ong osti holati, psixikasi degan tushunchalar bor albatta. Azizlar, bugun Freud haqida gaplashamiz. Freud, ya'ni Sigmund Freud. Bu kishi 1856-yil o'tgan asrning, ya'ni 900-yillar emas, undan oldingi 1800-asrning 56-yilda, 1856-yilda Avstro-Venger imperiyasi bo'lgan, bilasizlar. Ana shu Yevropada, Avstriya mamlakatida tug'ilgan. O'zi asli millati yahudiy. Buni yaxshi bilasizlar. Xo'p, shuni juda ko'p, shu odamni zamonaviy bugungi kundagi qirralari hali to'liq ochib berila olmagan psixoanaliz degan bir yo'nalishni otasi hisoblanadi. Yana bu kishini fanga qo'shgan hissalari shundan iboratki, ilmiy jihatdan tush nima ekanligini asoslab juda ham faktlar bilan haqiqatga yaqin ta'riflab bergan, insonni hayoti bilan bog'lab ta'riflab bergan olim hisoblanadi. Введение в psixoanaliz degan asari bor. Keyin snovidение, ya'ni tush ko'rishlik haqida degan kitobi bor. Yana bir qancha 50 dan oshiq asarlari bor. Shularning ichida mana shu psixoanalizga kirish degan asarning bir qismida, o'rtasida men uni tarjima qilib bo'ldim. Endi nima qilganim yo'q. Kitob qilib chiqarishligi yoki bo'lmasa bilmadim, biz odamlar qanday qabul qiladi. Bizlar chunki bu narsalardan anchagina yiroqdamiz. Faqatgina yuzaki institutlarda dars beradigan ustozlarimiz ham, domlalarimiz ham shu vaqtgacha yaxshi o'rganishmagan, masalan, psixoanaliz yoki psixiatriyadagi domlalarimiz yoki o'qituvchilarimiz ham bu haqda juda chuqur bilim berishmagan. Men o'ylaymanki, qiziqishmagan. Chunki psixoanaliz degan narsa Yevropa uchun ham bir katta yangilik bo'lib dunyoga kelgan. Demak, mana shu nima haqida, Sigmund Freud haqida o'zimning fikrlarim, jamlagan, to'plagan nimalarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Endi o'zimdan chiqarib gapirmayman-da, shu boyagi yozganlarimni sizlarga o'qib bermoqchiman. Demak, Freud psixoanaliz asoschisi bo'libgina qolmay, u inson ongining eng qorong'u burchaklarini ham yaxshi bilgan tadqiqot sohibidir. Uning qaysar aqli insonga xos bo'lgan va insonligini bir belgisi bo'lib ko'rinadigan, uni e'tiqodi bormi, yo'qmi ekanligi bilan bog'liq bo'lgan sohani juda chuqur o'rgangan. Uni diniy tushunchalarga e'tiroz bildira boshlashligining o'ziyoq, diniy tushunchalar deganimizda yaratuvchi, Tangri, Alloh, Rabb, Xudo, God yoki
hamma tilda har xil aytiladi. Shu tushuncha haqidagi fikrlari masalan shaxsan meni ko'p hayajonga soldi. Va o'zimni xulosalarimni chiqardimda, bu yerda yozganman, hozir o'qib qilaman. Demak, buni shu qaysar boyagi aqli tagiga yetmaguncha qo'ymaydigan shunday bir nimaga sohib bo'lgan, layoqatga, shunday g'ayratga. Qarang. O'zi dindor bo'lmasa ham, ma'lum bir dinga e'tiqod qilaman, ma'lum bir yahudiylik bo'lsin, nasroniylik bo'lsin yoki musulmonlik bo'lsin, unday hech qaysi dinga e'tiqod qilishligini aytmagan va e'tiqod qilmagan ham. Dindor bo'lmasa ham din haqida qat'iy tanqidlarni o'rtaga qo'ydi. Nevrologiya va ong osti sirlariga chuqur kirib borgan sayin din nafaqat ishonch, e'tiqod tizimi, balki undan da buyukroq bir voqelik degan xulosaga keldi. Ko'ryapsizmi? Din o'zi dinga e'tiqod qilmasa ham aytayapti. Bir xulosa kelgan xulosa, bir voqelik deb, buyuk voqelik deb. Freud dinni nafaqat umumiy bir institut, balki jamoaviy ruhiyatni inikosi ekanligini ham e'tirof qildi. Jamoaviy ruhiyatni inikosi, ya'ni bu ko'rsatib bera oladigan shunday bir nimasi, tarafi, jihati. Tangri inonchi va Musa alayhissalom misolida u diniy iymon e'tiqod inson uchun ruhiy psixologik himoya vazifasida hayotdagi qiyinchilik va sarob illyuziyalardan himoya qilish vositasidir. Ya'ni bu Freudga ko'ra. O'zi dinga e'tiqod qilmagan ko'ryapsizmi? Bu insonni mavhumlikdan qochish va dunyoni noaniqliklaridan saqlanish usulidir deydi dinni. Dinga e'tiqod qilishligida. Tangri inonchiga e'tiqod qilishligini ko'ryapsizmi? Mavhumlikdan qochiladi-da bir narsaga ishongan odam. U qalbida pustata, bo'shlik, haligi nima edi? G'or bo'lsa, bo'sh hech narsasi yo'q. Demak, u inson to'liq shakllanmagan bir belgisi hisoblanadi. Men shunday deb bilaman. Uning fikricha Xudo, ya'ni Xudo yoki ilohlar, xudolar, tangrilar bu inson hissiyoti va hayajon talablarining mevasidir. Otalarning ideallashtirilgan yupatuvchi va xavfsizlik hissini beruvchi shamoilidir, ko'rinishidir. Freudga ko'ra din bu ilohiy mo'jiza emas, balki inson ong osti tabiiy ehtiyojidan kelib chiqqan voqelikdir. U hayot xulosalari qo'rquvidan himoya vositasidir. Hayot xulosa emas, hayot xaoslaridan, betartibliklaridan. Uni dinni tanqid qilishi xashaki, quruq ratsionalizm ma'nosida emas edi. U inson nima sababdan bunchalik diniy e'tiqodlarga yopishib olishini sababini qidirdi. Ko'ryapsizmi? Sababini qidiryapti. Nima sababdan odam buncha Xudo xohlaydi, bir ishonch xohlaydi, haligi o'z oldiga Tangri bor yoki yo'qligini isbot etish vazifasini qo'ygan yo'q u. Balki bu e'tiqod tushunchasi inson psixologiyasida qanday o'rin tutadi degan va qanaqa rol o'ynaydi deb qiziqib shuni o'rganishga bel bog'ladi. Biroq uning xulosalari optimizmdan ancha yiroq ekan. Unga ko'ra din bu sarob, illyuziya edi. Ya'ni sarob. Illyuziya bo'lib ham oddiygina adashishlik nuqtai nazardan emas, balki chuqur g'ayri shuuriy istak ediki, voqeliklarda o'z borlig'ini ko'rish istagi edi bu. Ko'ryapsizmi? Demak, faqatgina bu boyagi xashaki bir qiziquvchanlik emas ekan. Voqeliklarda inson o'zini ko'ra oladimi, yo'qmi? Voqelik deganimiz Tangriga bo'lgan inonch bittasi. Shu voqelik. Allohga bo'lgan inonch. Diniy e'tiqod bu aqldan va aqliy isbotlardan paydo bo'lgan narsa emas. U insonning tabiatida bo'lgan azaliy ruhiy, moddiy himoya instinktining bir ko'rinishidir deb xulosaga keldi, qarang. Freud dinda inson psixikasini dunyoviy hayotiy xaos onlaridagi javob reaksiyasini ko'rdi. Dindor odamda hayotdagi xaosliklar, ya'ni tushunarsizliklar, hayotning mashaqqatlari vaqtlarda dindor odam diniy e'tiqod unga javob bo'la olar ekan, deyapti. Dunyo turli xavf-xavotir, xavf-xatar va kutilmaganliklarga boy. Ulardan qutulish kafolatini insonga bermaydi dunyo. Tabiat loqayd, o'lim aniq, muhaqqaq keladi. Hayotning o'zi esa hech qachon qoniqarli javob bera olmaydi. Shunday ekan, bu noaniqliklar qarshisida aql o'zi uchun bir obro'li va ishonchli tayanch qidiradi.
Bu tayanch insonga xavfsizlik tuyg'usini beradi. Ushbu vazifani Tangri Alloh bajaradi. Bu jarayon inson bolaligini dinamikada aks ettiradi. Ya'ni bu jarayon, ya'ni o'sha Tangri izlashlik va Tangriga e'tiqod qilishlik jarayoni insonning bolaligini dinamikada, yuksalishda aks ettiradi. Himoyasiz go'dak mutlaqo ota-onasiga muhtojdir, bilamiz. Ota-ona qonun qoida talab etadi va ayni damda himoya qiladi. Mehr, muhabbat va qalb qo'rini beradi bolaga. Shu jihatdan din jarayonning davomidir. O'sha ota-onalar o'tib ketgandan keyin bolalar o'zlari ota-ona bo'lib qoladi, lekin baribir nimaga shu ota-onadan qolgan ota-onani issiq mehri, qo'llab-quvvatlashi, yordami, mana shu narsalar keyin borib dinamikada Tangri inonchiga aylanib ketadi. Ya'ni Allohdan kutiladi keyin. Shuni aytmoqchi. Inson uchun, Tangri inson uchun ideallashtirilgan ota figura shamoilini tashiydi. U kuzatadi, jazolaydi, yupatadi, mehr beradi. Shunday qilib, iloh inonchi bola ota-ona muomalasining voyaga yetgan inson uchun davomi hisoblanadi. Dunyo miqyosiga ko'tariladi bola uchun, inson uchun ya'ni. Bir individual, bir misol olingan inson uchun gapiradigan bo'lsak, dunyo miqyosiga ko'tariladi u. Ammo bunday bog'liqlik o'zining bahosiga ega. Agar ongli kishi o'z hayotiga mazmun bag'ishlash niyatida bu bog'liqlikka suyansa, u ruhiy yetilmaganlik bosqichida qolib ketadi. O'zini hayot qiyinchiliklarini yengib o'tishda yo'l topolmay, o'ziga javobgarlik his majburiyatini yuklay olmay o'tadi. Freud fikricha, din inson fitratida chuqur joylashgan e'tiqod tushunchasi esa-da, ayni zamonda ichki yetuklikka yetishadi, to'siq ham bo'lib qoladi. Ichki yetuklikka yetishda diniy e'tiqod to'siq ham bo'lib qoladi deyapti. Bu meni fikrimcha 100% to'g'ri. Voqelikni boricha qabul qilish o'rniga insonlar o'z hayotini oliy maqsadlarga asoslangan deya tushuna boshlashadi. O'lim so'ng emas, ularni kim yo nimadir kuzatib turadi deb ishonadi. Ong qandaydir tinchlantiruvchini tanlaydi, an'anaviy haqiqatlarni emas, voqelik va reallikni emas. Qandaydir ko'rinmaydigan haqiqatlarga bog'lanib, suyanib qoladi deyapti. Freud buni o'zini aldash, tinchlantirish deb hisoblaydi. Freud bu ishonch insonni ruhiy fitriy tutqunlikda ushlab turib, unga erkin faoliyat mustaqilligini bermaydi. Madaniyatdan noroziliklar asarida yana shunday asari bor. Dinni tanqid qilar ekan, Freud yana chuqur ketadi, chuqurroq yani. Dinni obsessiv, kompulsiv buzilishlar natijasi deb hisoblaydi. Bu endi toza psixiatrik terminlar. Obsessiv va kompulsiv. Unga ham kelamiz. Aynan dindor doimiy nevrotik rituallarni bajaradi. Ichidagi xavotirni so'ndirish uchun doimiy qo'lini yuvadi, tasbih o'giradi, turli zikrlarni qiladi. Insoniyat diniy rituallarni paydo qildiki, ichidan keladigan qo'rquvni yengish uchun. Ibodatlar, qurbonliklar, jamoat bo'lib qilinadigan diniy amallar ushbu ehtiyojni qondirish usullaridir. Bularga qo'rquvni yengish, qondirish, ya'ni yengib qondirishlik. Freud uchun diniy e'tiqod va nevroz bir-biriga o'xshaydi. Diniy dogmalar eng oddiy instinktiv narsalardan saqlanish vositasi darajasiga chiqarilgan va bu ong osti dinamikasini ko'plab analizlardan qilingan xulosasidir. Ong osti dinamikasini ko'plab analizlar tufayli shu tushunchaga kelib o'tiribdi. Diniy tushunchalar inson psixikasining eng primitiv ko'rinishlarini nazorat uchun ishlab chiqilgandir. Diniy tushunchalar. Gunoh va savobga qarshi amallar, avval boshdanoq xohish istaklar sabab paydo bo'lgani yo'q, balki omma bu narsalarni yo'qotish va nazoratda ushlab turish ehtiyojidan kelib chiqqan. Biroq ushbu me'yorlarni nazorati ichki tushkunlikka sabab bo'ladi. Tushkunlik esa o'z navbatida ichki bezovtalikka yo'l ochadi. Insonni cheksiz taqiqlar qo'yishga va cheksiz norozilikka yetaklaydi. Bunday holatda instinktlar yo'qolish o'rniga, tuzalish o'rniga
ong osti sohasida berkinib, o'zini oqlash yo'lini tanlaydi, jazodan qochadi. Bu yerda diniy ekstremizm degan tushuncha ham mana shu bilan bog'liq bo'lyapti. Qarayapsizmi? Bezovtalikka yo'l ochadi-da. Insonni har xil qo'yilgan taqiqlar, boshqalar insonni diniy e'tiqodiga suyanib turib qiladigan ishi xato bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham, o'shalarga suyanib turib, o'shalar meni oqlaydi degan tushuncha bilan sen qo'rqmasdan Allohu akbar deb birovni kallasini olishi mumkin yoki bo'lmasam otib tashlashi mumkin. Mana bu narsa diniy ekstremizmga ham olib keladi degan ma'no chiqyapti bu yerda. Jazodan qochib o'zini oqlash yo'lini diniy e'tiqodiga suyanib alik qiladi deyapti. Dindor juda ko'p diniy taqiqlarga qaramay, xohish istaklariga berilaveradi. Ko'ryapsizmi? Ochiq bo'lsa ham aytay, endi haligi bo'lish kerak. Masalan, diniy qiyofada yurgan nechta bitta buzuq erkaklar bor. Nechta bitta ayollar bor. Nechta bitta haligi bachchavozi bor. Nechta bitta nima edi haligi LGBT deydi. Lesbiyanka deydi, biseksual deydi, homoseksual deydi, transfer deydi, LGBT deganning ma'nolari. Shundaqalar juda ko'pchiligi o'zini dindorman deb hisoblaydi. Ya'ni dindorlik qiyofasida xohishlariga berilaveradi, ya'ni ishini qilaveradi, lekin tashqi ko'rinishda o'zini g'azab va izzat talablik yo'qolmaydi va yuzaga chiqqach badali ko'rinishi tavbaga aylanadi. G'azab va boyagi izzat talablik, g'ururni yuzaga chiqarib gunoh qilgandan keyin uni evaziga tavba qiladi deyapti. Din mutlaq taslimiyat talab qiladi. Inson esa ichki ziddiyatlari bilan kurashadi. U xohlashi kerak bo'lmagan narsani xohlaydi. O'zi bilan kurashadi va doimiy o'zini aybdorlik hissi ichida tutadi. Topadi. Freud hech qachon dinni ruhiy yuksalish vositasi deb qaramaydi. Unday desa savol bo'lishi mumkin sizlardan. Mana bizning ulug' avliyolarimiz bo'lgan, bizni nafsini tarbiya qilib katta mana bu juda mana Bahovuddin Naqshband hazratlari, Rumiy yoki bo'lmasam Hazrat Muhosibiy, Shaqiqiy Balxiy to'lib ketgan. Ko'p. Minglab avliyolar bo'lgan. Ular haligi nima qilgan-ku deyishingiz mumkin. Ruhi yuksalgan deyishingiz mumkin. Uni doim bir lekin hamma ham Hazrat Bahovuddinday, hamma ham Hazrat Xo'ja Ahror Valiyday yoki Jaloliddin Rumiday, Alisher Navoiy yoki Hazrat Abdurahmon Jomiday bo'la olmaydi. Uning uchun juda katta, endi u butunlay boshqa tema. Chalg'imaylik. Insonni doim bir madaniy fenomen deb hisoblaydi. Ya'ni Freud hisoblaydi. Bu fenomen insonni ichki dunyosini doimiy ziddiyatda tutib turadi. Din nafaqat insonning xohish istaklarini nazoratda tutib turadi va ijtimoiy qo'riqchilik qiladi. Yagona illyuziya asarida u dinni insoniyatning avval boshdan unga hamrohligini va ommani diniy nazoratda ushlab turishlik uchun ommani doimiy nazoratda ushlab turish uchun eng kuchli vosita deb qaraydi. Ya'ni avval boshdan inson din vositasida nazoratda tutib turilishlikni bir usuli deb qilingan. Diniy dogmalar nafaqat bir shaxsiy dunyoqarash emas, balki hokimiyatni nima mumkin emasligini belgilovchi quroldir. Bu umid va qo'rquv orqali bo'ysundirishdir. Jannat va jahannam va'dalari insoniyat tarixida eng yaxshi ta'sir qiluvchi vosita bo'lib kelmoqda. Dunyoviy, ya'ni qayta ko'rib o'zgarishtirish mumkin bo'lgan qonunlardan farqli o'laroq diniy me'yorlar o'zgarmas va abadiy deya tanqid qiladi Freud. Dunyoni qonun qoidalarini, mana konstitutsiyalar misol nimaga sharoitga qarab o'zgartiriladi-ku. Yoki bo'lmasa o'sha inson huquqlari deklaratsiyasi dunyo bo'yicha eng katta haligi joyi kelsa o'zgartiriladi o'sha ham. Mamlakatlarda konstitutsiya, lekin diniy nimalar, aqidalar hammasi dindiki o'zgarmagan, o'zgartirilmaydi. Shuni esa o'zgartirilmasligi xato deb haligi fikrini bildiryapti Freud. Diniy me'yorlar abadiy o'zgarmas va ularni tanqid qilish kufr deb e'lon qilingan. Bu bor narsalarni mavjud tizim ichida tan olmaslikni keltirib chiqaradi. Freud dinni o'ta nozik
ayni vaqtda o'ta samarali nazorat quroli deb biladi. Agar insonlar o'zlarini doimiy kuzatib turadigan va qilayotgan ishlaridan xabardor bir zot borligini bilib tursa, militsiya, politsiyaga ehtiyoj qolmasligini bilgan hukmron tizim xotirjam bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Juda daqiq, juda kerakli nima. Din ichki senzurani inson uchun har qanday tashqi bosimdan-da yaxshiroq bajaradi. Har bir dindorni ichida xususiy shaxsiy sudya hakam paydo qiladi. Qo'rqituvchi shakllantiradi. Din nafaqat qanday harakat qilishni o'rgatadi, balki his-hayajon, amallar va qo'rquv kabi instinktlarni ham boshqaradi. Nima muqaddas, yaxshi, nima odatiy, yomonligini aniqlab beradi. Freudning fikricha, bunday tizim juda kuchli psixologik noqulayliklar paydo qiladi. Chunki tanqidiy yondashuv amaliyotni bekor qiladi. Amalda bo'lib turgan tushunchalarga tanqid qilsangiz, qayerda yo'qasiz? Agar haq yuqoridan aniqlab belgilab qo'yilgan bo'lsa, erkin tafakkur va amaliy faoliyatlar qilish ehtiyoji yo'qoladi. Ko'ryapsizmi? Agar hammasi ma'lum bo'lsa, insonga harakat nima keragi bor deyilyapti. Yo'qotiladi o'sha diniy tushuncha orqali. Haqiqat va adolatga intilish, uni o'rnatishga bo'lgan harakat iymonga asoslangan kulturada isyon deb qabul qilinadi. Masalan, Bobo Rahim Mashrabni nima uchun osishgan, qatag'on qilishgan? Nimaga Hazrat Mansur Hallojni dorga osishgan Bag'dodda? Ko'ryapsizmi? Nima deyapti? Haqiqat va adolatga intilish, uni o'rnatishga bo'lgan harakat iymonga asoslangan kulturada isyon deb qabul qilinadi. Yoki Giordano Bruno diniy tushuncha va aqidalarga shubha bilan qarash nafaqat dinga, balki shu aqidalar asosini tashkil qiladigan jamoaviy tartib qoidalariga qarshi bosh ko'tarish bo'ladi. Din insonni bir me'yorda tutib turishgina emas, uni psixologik yetilish yo'lida to'siqdir. Bola qiyinchiliklarda o'z ota-onasidan yordam kutganidek, dindor ham eksistensial vahimalar qarshisida Xudoga sig'inadi. Eksistensial, ya'ni o'zi g'ayri ixtiyoriy vahimalar qarshisida. Biroq bu sig'inishning o'z baho narxi bor. Ya'ni buni bekor bu sig'inishlar quruqdan quruqqa bo'lmaydi deyapti. Biroq bu sig'inishning o'z bahosi, narxi bor. Inson infantil holatga tushadi. Infantil degan so'zning ma'nosi masalan qobiliyatsiz. Ko'proq seksopatologiyada ishlatiladi. Infantilizm, erkak infantilizmi, ayol infantilizmi. Ya'ni bu jinsiy maylning yetishmovchiligi va jinsiy nimalarda nima qila olmaslik. Jinsiy amallar, jinsiy vazifalar bajara olmaslik, bir-biriga sovuqlik, shu infantil degan so'z. Voqelik bilan yuzma-yuz kelishda sarobsiz, illyuziyasiz kela olmaydi. Voqelikka duch kelganda darrov xayoliga diniy ong osti diniy tushunchasidagi bir nima keladi. Din oliy hakam borligi va u hamma narsada o'zini ko'rsatadi. Xotirjamlik kerakligiga chorlaydi. Azoblardan qutqaruv muhaqqaq u zotning ishi ekanligi tushunchasi insonni jur'atsiz qilib qo'yadi. Freud fikricha qopqon ayni shundadir. Dunyo o'z boshiga befarq va hech kim bilan ishi yo'q. Unda haqiqat va adolat yoki oliy bir maqsad yo'q bu dunyoda. Buni tan olish juda og'riqli. Shu bilan birga bu tan olish inson kamolotiga tashlangan ilk odimdir. Agar mana shuni tan olsa deyapti inson. Ya'ni bu dunyo o'zi bilan o'zi. Sen bilan biz bir keldik, bir ketamiz. Lekin shuning ichida nimadir bir yetuklikka, insoniy bir oliylikka erishishga bo'lgan qadam tashlash, intilish, mana shuni o'zi insonning kamolatining ilk odimidir deyapti. Oliy zotga ishonch insonni ovutadi, biroq uni o'z hayoti va borlig'i uchun javobgarlik hissini o'ldiradi. Oliy zotga, Allohga ishonch insonni ovutadi, biroq uni o'z hayoti va borlig'i uchun javobgarlikka, kurashish hissini o'ldiradi deyapti. Yetuklik bu xotirjamlik keltiradigan narsalarni kutib yashash emas, bu omma qabul qilgan al-misoqiy bog'liqlik paydo qiladigan aqidalarsiz yashash jasoratidir.
bu omma qabul qilgan al-misoqiy bog'liqlik paydo qiladigan aqidalarsiz yashashdir, deyapti yetuklikni. Din insonni erkinligini bo'g'ishdan tashqari uni samarali faoliyatiga ham to'sqinlik qiladi. Din nafaqat xotirjamlik manbai, balki itoatkorlik quroli hamdir. Agar axloq ilohiy ko'rsatmalar deb qabul qilinsa, najot faqat itoatda deb qaralsa, bu shaxsiy mas'uliyatni tan olmaslikdir. Demak, axloqsizlikni bir uchi o'sha axloq tepadan bizga berilgan, undan ortiq biz qila olmaymiz degan noto'g'ri tushunchali fikr yuritishlar ekan. Axloqni inson kamolga toptirib boradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar: "Taxallaqu bi axlaqillah." Alloh taoloning xulqlari bilan xulqlaning deyapti. Alloh taoloning 99 ismi bor, bilasizlar. O'sha 99 ta ismni hammasi Allohning axloqi. Freudga ko'ra, haqiqiy ozodlik diniy aqidalarga ko'r-ko'rona amal qilish emas, balki bizni inson qilgan, yaratgan va yashatgan kuch Alloh haqida erkin fikrlay olish, ratsional xulosalar chiqara bilishdir. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy ozodlik. Zero din insonni yaxshiliklarga yetaklashi ta'kidlansa-da, u insonni amalda mustaqil va fikrlab erkin harakat qilishiga yo'l qo'ymaydi. Din tomonidan oldinga surilgan mutlaq axloq prinsiplari insonda shaxsiy etika me'yorlarini bo'g'adi. Yetuklik Freudga ko'ra qandaydir mukofot ilinjida ongli foydali umrni kutish bilan o'tkazish emas bu yetuklik. Pirovardida barcha insoniy fitriy faoliyatlar qilib bir salmoqli nuqtaga yetishlikdir yetuklik deyapti. Biroq dinsizlik barcha axloqiy me'yorlarni buzadi deya qaralsa-da, inson o'z erkinligiga bir nav ega bo'ladi dinsiz nimalar ham. Biz misol musulmon emas, boshqa mamlakatlarda kofir deymiz ko'pincha. Yevropani yoki bo'lmasa Amerika yo'qda. Lekin yetuklik deganda nafaqat ruhiy yoki bo'lmasa aqliy yetuklik, haligi e'tiqodiy yetuklik. Yo'q, fanda, ilmda, dunyoning rivojida bular ham yetuklikka kiradi. Bizdan ancha rivojlanib ketdi-ku ular. Biz ham boryapmiz o'zimiz, lekin bizniki hali anchagina bor. Jazolovchi yoki mukofotlovchi Allohsiz, Tangrisiz inson o'z taqdirini yagona egasi bo'lib qoladi. Bu avtonomiya bezovtalik chaqiradi. Chunki va'da qilingan bo'lsa-da kutib erishish mehnat va mashaqqat orqali erishishdan osonda. Yashang. Mehnat va mashaqqat qilib bir maqsadga erishishlikdan ko'ra vaqt o'tsa ham hech narsa qilmasdan kutib o'shanga erishishlik osonroqda. Dindorlikda har narsa aniq belgilangan. Dinsizlikda esa noaniqlik, jasorat esa shu noaniqlikka qo'rqmay qarshi turishdir. Dinsiz odam bu ekan demaydi, bosib uradi, oldinga harakat qilaveradi. Dinsiz, e'tiqodsiz odam deylik. Tangri va'da qilgan barcha yaxshilik va mashaqqat aniq va unga erishish yo'li ham chizib berilgan bo'lsa-da, shu osonliklardan, shu narsalardan osongina voz kechgan va o'z erkiga intilgan inson chin inson timsolidir. Freud inson diniy dogmalarga bog'liq bo'lsa, unga o'z tushuncha va aqli bilan yashashga xalaqit qiladi. U dinni boshqasiga almashtirishni taklif qilgani yo'q. Freud boshqa narsaga dinni almashtiring, dinsizlikka, e'tiqodsizlikka almashtiring deb taklif qilgani yo'q deyapti. Balki bilim inson tafakkurini o'rganish va tajribalar bilan hayotga tatbiq etish va real voqeliklarni boricha qabul qilib, o'z-o'zini aldamaslikni afzal ko'radi. Masala dinni yomonlash, uni qoralash yoki yo'q qilish haqida emas, balki masala inson nega dinga ehtiyoj sezadi? Inson ichki dunyosidagi bo'shliqlarni qanday to'ldiradi va bu insonlar dinsiz ham yashay oladimi? Shu joyda Freud savoliga javob beradi. Agar inson mutlaqo dindan ketsa nima bo'ladi? Inson barcha qidirmishlari uchun yakka o'zi javobgar bo'ladi deydi. Albatta. Endi bu qassobxona misolida. Qassobxonaga kirsangiz, qo'yni go'shti qo'yni oyog'idan, molni go'shti molni oyog'idan osilgan. Demak, bu degani ertaga qiyomat kuni ham Alloh taoloning huzurida qilgan ishimiz uchun har bir inson yakka o'zi javobgar bo'ladi. O'zini qilgan ishi uchun. Freudning eng katta provokatsiyasi bu
inson o'ziga va'da qilingan aniq taniq mukofot yoki jazodan umidvor bo'lib yashashligini to'g'ri yoki oldindan tayyorlab qo'yilgan taqdirga ters o'z maqomiga mos, ya'ni inson bo'lib hayot mazmunini topishga, hayotda mazmun topishga intilib yashaganimi? Zero bu savolga mutlaqo javob ham nisbiylik ichidadir. Nisbiy. Erkinlik o'z-o'zidan kelmaydi. Yetuklik esa turli xil illyuziyalarni tark etib, saroblarni tark etib, hammasini o'zi yaratish ekanligini anglashdir. Bu esa, bu meni fikrim, tavakkuldir. Tavakkul nima edi? Tavakkul ham bir maqsadga yetishlik uchun, bir ishni qilib bitirishlik uchun, bir narsaga erishishlik uchun harakatni sizdan va uni ijobini esa shu ishni sizga maqsad qilib bergan Tangri taolo, Alloh taologa topshirish ijobga amalga oshishini. Buni Hazrat Bahodir Naqshbandi ham so'zlarida aytganlar. Masalan, nima degan? Dilbayoru dastbakor. E'tibor, diqqatlaringiz uchun rahmat, tinglaganingiz uchun rahmat, ishlaringizga rivoj. Yana ko'rishguncha sog' omon bo'linglar aziz tinglovchilarim.